Xo'p, assalomu alaykum. Xayrli tong hammalaringizga. Hayotimizga yangi inson keladimi degan mavzuda ko'rib chiqing dedi. Xo'p, hayotimizga yangi inson keladimi? Bizni hayotimizga yangi inson keladimi? Hozirgi holatimiz qanaqa? Hozirgi holatimiz kimlar bilandir jang qilyapmiz, aqliy jang qilyapmiz, ya'ni qanaqadir tashlab ketgan insonlar bilanmi yoki bo'lmasa qanaqadir bir o'tmishdagi insonlar bilanmi aqliy jang qilyapmiz. O'zimiz nima qilyapmiz? O'zimizcha o'zaro analiz qilib ko'ryapmiz hamma o'tib ketgan narsalarni, bo'lgan narsalarni. Xo'p, yana nima bo'lyapti bizning hayotimizda? Bizning hayotimizda kimlardir sog'inyapmiz, o'ylayapmiz, eslayapmiz, talpinyapmiz o'sha tomonga qarab. Hozirda chiroyli xotiralar, chiroyli orzu, umidlar bilan turibmiz. Dalsha, xo'p, yaxshi ko'rgan insoningizdan keyin boshqa birov keladimi, hayotingizga kirib keladimi? Kirib keladi. Chiroyli nimalar bilan, nima deydi, his-tuyg'ular bilan, sevgi, muhabbat bilan sizning hayotingizga yana boshqa bir inson kirib kelishi bor. U o'tgan safargidek, ya'ni shunchaki yolg'on, 4 kunlik gaplashib tashlab ketish yo bo'lmasa bajara olmay tashlab ketish, unaqa narsalar yo'q. Realni farzandli bo'laman, oilali bo'laman, pulli, to'yli, baxtli oila bo'laman degan inson kirib keladi endigi safarda. Xo'p, yana nima bo'ladi? Sizga aytamanki, sevgisi chin inson kirib keladi bu yerda. Siz qanaqa qabul qilasiz, qanaqa kutib olasiz bu vaziyatni? Siz ham ikkilovlarda turibsiz, qanaqadir bir ikkilamchiliklarda turibsiz, qanaqadir yoki bo'lishi mumkin, mani nimalarimni, xarajatlarimni qoplay bilar ekanman, mani nima sarf xarajatlarimga pul berar ekanmi yo bo'lmasa nima yordam qilar ekanmi ham degan o'ylovlarni nima qilyapsiz? Boshingizdan o'tkazyapsiz. Ikkilamchiliklarda ham qolyapsiz. Qanaqadir hayotingizga yangi inson kelgan taqdirda ham sizni hayotingizga kirib kelgan inson bilan o'tmishingizda, ya'ni hozirda sizga pauzaga qo'yib qo'ygan insonni taqqoslab taroziga o'lchab ko'rib, bir-biriga taqqoslashtirish, solishtirish degan narsalar bo'lib o'tar ekan sizda. Xo'p. Bilasizmi, siz hali ham o'sha yangi inson kirib kelgan taqdirda ham hayotingizga siz baribir yana jang qilish istagida turibsizmi o'sha o'tmishdagi inson bilan yo bo'lmasa o'sha insonga qanaqadir hali ham dilingizda qolib ketgan gaplaringiz bormi, shunga o'xshash narsalar bor. Xo'p, dalshi baxtli bo'lib ketasizmi boshqa oila qurib? Yaxshi, karta chiqdi. Boshqa oila, o'yin kulguliklarga berilib ketasiz. Quvonchli kunlaringiz keladi. Qanaqadir bir nima deydi, o'yin kulgulik kunlaringiz keladi deyapti bu yerda. Hozirda mana bunaqa sovuq energiyaga tushib qolgan bo'lsangiz ham, sovuq kunlarda qolgan bo'lsangiz ham, to'rt tomoningiz devor bo'lib turgan bo'lsa ham, yo'llaringiz to'siq bo'lib turgan bo'lsa ham, kelajagingizda sizni yaxshi kunlaringiz keladi deb aytayapti bu yerda. Xo'p, yana nima bo'ladi? Yaxshi taqdir tuhfasi keladi sizga. Nima bo'ladi? Yaxshi taqdir tuhfasi keladi. Siz imkoniyatlarni boshqa joydan izlayotgan vaqtingizda taqdir sizga boshqa joydan imkoniyat beradi deb aytib o'tayapti. Xo'p. Qarorlar olishingiz kerak, ko'p o'ylovlarga qolmasdan jiddiy qarorlar qabul qilishingiz kerak deyapti bu yerda. Taqqoslaganingiz bilan, o'ylovlarda qolganingiz bilan bu o'tmishdagi insoningizdan ko'ra yaxshiroq inson sizning hayotingizga keladi va o'sha insonni qo'yib yubormasligingiz kerak deyapti. Ikkiyuzlamachilik qilmang, ya'ni sani qanaqadir bu bilan ham gaplashib ham o'tmishdagi insoningiz bilan ham pinhona gaplashmang yo bo'lmasa pinhona uni sog'inmang, yig'ishtirib tashlang deyapti bu yerda. Faqat bitta tamom yangi kelgan imkoniyatingizni qo'ldan chiqarmasligingiz kerak.
Endi bu yerda bilasizmi, bu nimaga atab ochildi? Bu yigiti tashlab ketgan yoki qizi tashlab ketgan hozirda yolg'iz insonlarga qarab ochildi. Eri bor, xotini borlar chiqib olib, "Voy, meni xotinim uyda-ku, meni xotinim falon joyda-ku, meni erim falon joyda, faqat biz yarashmoqchimiz. Просто arazib kelib qo'yganman, unaqa degan gaplarni gapirib, asabimni ham buzmanglar, vaqtimni ham olmanglar. Bu o'z egalari uchun ochilayotgan rituallar bular, rezultatlar. Bu haqiqatdan ham turmush o'rtog'idan ajrashib ketgan, yo bo'lmasa yigit tashlab ketgan, qiz tashlab ketgan, shunaqa bir-biridan kechib ketganlar uchun bu ritual, rezultat. Xo'p. Nima bo'ladi? Yaxshi kunlaringiz keladi. Siqilib qolmang, yaxshi kunlaringiz keladi, kuting. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Shifoli ochirim bo'lsin hammalaringizga. Shaxsiy ochirim uchun WhatsApp nomerimda qoldiraman, bemalol yozishlaring mumkin. Keyin yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Kimga ritual qildirmoqchi bo'lsangizlar, kim ritual olmoqchi bo'lsa, kimga ritual kerak bo'lsa, iltimos hozirdan aytingizlar. Biz ertaga nima qilib kelgandan keyin unaqa edi voy bilmay qopman, yo bo'lmasa anaqa endi qaytib bormaysizmi degan gaplarni qilmaysizlar. Hozirda kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilib aytib qo'yishi mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.